O'ylab Madina qizimni oxiri vojdeniyga o'rgatishga qaror qildim. Men o'ylayman, hozirgi zamonda hamma qizlar mashina minishni bilishi yaxshi, shart. Shuning uchun обучая вождениyaga murojaat qildim. Bular nimasi menga yoqdi? Bu yerda ayol instruktor ekanlar. O'zlari mashina bilan kelib, o'zlari o'rgatib, hamma narsani qoyillatib o'rgatar ekanlar. Bugun 3 kun chiqdi, 3 kun bo'ldi. Hali yaxshi, ilvolishlar yaxshi. Tez ilvalarga o'quvchilar bo'ladi, sakroylarga o'quvchilar bo'ladi. Bu tez ilvalarga ki bitta deyotganini qiladigan o'quvchilar. Eslarda hamma ayollarga mos ayol instruktorlar. Hamma instruktorlarimiz ayol kishilar, oliy darajada o'rgatiladi. Qizimiz ham yaxshilar, ancha o'rganib. 10 kundan keyin rezultatni ko'ramiz, Madinani haydashini ko'ramiz. Agar haydamasa, nima qilamiz? Haydolinglar. Hamma haydolinglar. Rahmat. Xayrli bo'lsa ilohim.